Assalomu alaykum. TMS magnit stimulyatsiya apparati. Mana TMS magnit stimulyatsiya apparati, transkranialniy magnitniy stimulyatsiya bu neyronlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlaydi, signallar o'tuvchanligini yaxshilaydi, keraksiz patternlarni kamaytiradi. TMS magnit muolajasi buyurilganda kompleksni lecheniya qilish kerak. Birinchi navbatda logopedический mashqlar olib borilishi kerak. Dieta ham buyuriladi, maxsus dietalar bor. Undan tashqari ipoterapiya mashqlari ham, muolajasi ham buyuriladi. Ipoterapiya bu nima? Ipoterapiya davolash usuli bo'lib, u otga minish orqali inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Nomi ipo ot degan so'zdan kelib chiqqan. Bu yerda mushaklarni kuchaytiradi, mushaklar va koordinatsiyani rivojlantiradi, qomatni to'g'irlashga yordam beradi. Bu depressiya va stresslardan chiqishiga yordam beradi. Bu qanday kasalliklarda, masalan, DCPda ham, autizmda, Down, insult kasalliklaridan keyingi asoratlarda, osteoxondrozlarda, harakat buzilishlarida juda katta yordam beradi ipoterapiya.